glyukoza ko'pligi hisobiga bakteriyalar va yarani keltirib chiqaruvchi infeksiyalar tezlik bilan, shiddat bilan ko'payib boradi. Hatto o'limga ham olib kelishi mumkin. Men nimaga shuni vaqtida to'xtata olmadim deb yana qaytib kelishadi. Endi kech deymiz. Hozirgi kunda bizning bozorimiz juda ham anaqadek boy hamma narsa topsa bo'ladi. Magazinlarimizga kirsak, qora nonni ham 5-6 xil varianti bor. Oq nonlar ham xuddi shunaqa 5-6 xil varianti bor. Men har doim bemorlarga adashib qolmaylar deyman. Qora nonlarimiz hozirgi kunda kraska bilan qilingan qora nonlar ham bor. Siz olayotganingizda uni sostav tarkibini o'qing. Tarkibida unini sortiga qarang. Agar sorti oliy navdan qilinganda, lekin qora non bo'lsa, unga albatta kraska qo'shilgan bo'ladi. Agar sorti uni javdari undan qilingan, yozilgan yoki o'tga har xil unlar qo'shiladi. Birinchi sort, ikkinchi sort unlar qo'shilgan, past sortli unlardan qilingan bo'lsa, unda siz haqiqiy siz uchun foydali bo'lgan nonni olayotgan bo'lasiz. Keyin yana bitta narsani aytib ketmoqchi edim. Har doim dro'ja solingan nonlarimiz ozgina xavfliroq, shuning uchun dro'jasiz non yeganlari ma'qul. Nonni kunning birinchi qismida, ikkinchi, uchinchi qismida kerak emas bizga, yotish oldidan вообще kerak emas. Kunning birinchi qismi deganim obedgacha, 11 gacha bo'lgan periodda, ya'ni nonushta paytida non yeyishsa, qolgan payt желательно yemaganlari ma'qul. Juda ham yegilar kelsa, suv qochganroq, bir kunlik non yoki dietetskiy nonlar bir bo'lidan oshmasin deyman. Chunki diabetdacha qandli diabet ikkinchi turda imенно birinchi o'rinda to'g'ri ovqatlanish, ya'ni dieta. Shunaqa deyiladi. Dietani ushlamadingiz, shuncha qilgan dorilarimiz befoyda-da. Dietani zo'r ushladingiz, dori dozasi kamayib ketaveradi. Shuning uchun ham men har doim dietani zo'r ushlaylar, shunga kuchinglarni beringlar, dori kamayadi. Sizlar o'zingizga qaytanga, ximik sostavli narsadan ko'ra tabiiy yo'l bilan tushirasizlar. Desam, ha, bir xil amal qiladi, zo'r. Amal qilsa, nur ustiga alodir. Internetda men ko'p ko'raman dieta. Keto dieta, yana qanaqadir marafon dieta, yana nimadir dietalar, ozish uchun dieta. Mana shu dietalarga siz o'sha endokrinolog sifatida qanday qaraysiz? Diabetga bular qanchalik ta'sir qiladi? Aslida siz sanab o'tgan dieta turlari, parhez turlari bular nutritsiologlar tomonidan tuzilgan dietalar hisoblanadi. Ya'ni bular kam kaloriyali ovqatlanishga asoslangan. Kaloriyani maqsad kamaytirish. Shunaqa dietalar bor, intervalniy голодание deyiladi. Bular ma'lum bir vaqt ochlik bilan davolab berishadi. Bular hammasini tegi zamiri shu insulinni oshib ketgan miqdorini pasaytirish, ya'ni ortiqcha tana vazni bo'lganda odatda insulin ko'tarilib ketadi, oshib ketadi normadan va shuni kamaytirishga qaratilgan. Endi buni qandli diabeti bor bemorlarga qo'llasak kuchi yetmasligi mumkin, chunki qandli diabeti bor bemorlarning o'zini maxsus dieta stoli bor. Bu tasdiqlangan, standartda bor, mavjud bo'lgan, shu kungacha hamma narsa grammlab, milligramlab o'lchab, yozib, chizib qo'yilgan maxsus parhez 9-stol bor. O'sha 9-stolga asosan biz olib borsak bemorlar, unda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Lekin hali yuqorida sanagan dietalaringizga bemorlarimiz o'tirishsa yoki uni qilmoqchi bo'lishsa, ularga qandini pasaytirishga u darajada yordam bermasligi mumkin. Hattokichi unaqa dietalarni juda ham qandli diabeti bor odamga tavsiya qilmagan bo'lardim, chunki intervalniy голоданиеda odatda bizda gipo holati bor. Bemorimiz ertalab dorini qabul qilgan va unga ochlik buyurishdi. U ochlik davomida o'rtadagi tushlikni tashlab ketdi-da, kechqurungi ovqatga boryapti-da, kechki ovqatga. O'rtada dorini ta'sirida qonda qand miqdori pasaydi. Biza kechqurungacha uni och olib bordik va ovqat kirmadimi, avtomatik gipo holatiga tushadi. Ya'ni sahr normadan pastga tushib ketib qoladi. Bu ham yaxshi emas o'z navbatda. Hatto gipoglikemik komaga ham olib kelib qo'yishi mumkin. Shuning uchun o'zboshimchalik bilan vrach maslahatisiz har qanaqa dietalarni, parhezlarni qilishligini tavsiya qilmasdim. Bular asosan ortiqcha tana vazni bo'lgan insonlarga mos keladi ko'proq. Bizani kasallarimiz uchun, qandli diabet uchun to'g'ri kelmaydi. Ma'lum bir joylarida shunaqa joylar borki, hatto xavf tug'diradi. Demak, shunaqa dietaga kirishdan oldin tavsiya qilamiz patsientlarga avval endokrinolog ko'rigidan o'tib, hamma analizlarni tekshirib turib, keyin vrach sizga ma'qul desa, keyin qilgan. To'ppa-to'g'ri, chunki har bitta bemorni o'zini boshqarib borayotgan vrachi, ya'ni doktori uni qanaqa organizmini holatligini juda ham yaxshi biladi. O'sha holatdan baholab holatini, o'sha holatga mos keladigan qaysidir joylarni olib tashlab turib to'g'rilab berish mumkin. Unda bo'ladi foydalanishsa.
insonlar qattiq stressga, qattiq ruhiy holatga, tushkunlikka tushib qoladida, qancha ovqat yeganimni o'zim bilmay qolaman. Shirinlik yeb qo'yaman, ovqat yeganimni sezmay qolaman derdi. Mana shunaqa holatda nima bo'ladi shu narsa? Nimani alomati bu yoki nimaga olib keladi bu narsa? Bu oqibati albatta kasallikka olib keladi, lekin bu alomat nimani alomati deganingiz, bu aslida nevrologik holat. Bu yengil darajadagi nevrozni bitta ko'rinishi. Ya'ni asosan ayollarimizda uchraydi bu. Erkaklarimizda kamroq uchrasa ham, asosan ayollarda uchraydi. Ya'ni o'sha stress paytida, ya'ni bir nimadan qattiq jahli chiqqanda alamini nimadan olishi bilmay, yo shirinlikdan, yo ovqatdan olishadi va shu orqali ular nasroniyasi ko'tarilgandek, xuddi hammasi yaxshi bo'lib ketgandek, asab buzilishlar unutilgandek bo'ladi, chunki hamma anaqa informatsiya oshqozonga ketadi. Qon tomir birdaniga hamma impulsni oshqozonga beradimi, ovqat tushdimi, u yoqqa ketdimi, hamma kuch miyaga informatsiya уже o'chadimi, borish impuls borishi o'chadimi, xuddi nasroniyasi yaxshi bo'lgandek, boshini siqib turgan og'riqni qo'yib yuborgandek bo'ladi-da. Shuning uchun aytishadiki, men ozgina shokolad yeb yuborsam yoki ozgina narsa yesam, ovqat yesam, даже bir xil ko'p ham deydi, ko'p yeb qo'yaman, yeb qo'ysam yaxshi bo'laman deyshadi. Bu nimaga olib keladi? O'z-o'zidan ortiqcha tana vazniga olib keladi. Har bitta stressda, hayotimiz davomida bo'layotgan har bitta anaqaga reaksiya qilib biz ovqat yeyversak, shirinlik yeyversak, o'zimiz uni yenga olmasak, bu ozgina iroda ham talab qilinadi bu yerda. Yenga olmasak, unda biz ortiqcha tana vazniga ega bo'lamiz. U kelajakda u qandli diabetga olib kelib qo'yishi mumkin. Undan tashqari har bitta nevrologik holatda, ya'ni stressda oshqozon usti bezidan insulin ishlab chiqariladi. Ortiqcha normada ishlab turgan insulindan ortiqcha ravishda insulin spishkasi bo'ladi, otilishi bo'ladi. Ana o'sha narsa boshida normal reaksiya qilib turgan insulin keyinchalik navbatdan tashqari spishkalar beradi. Ya'ni u ovqatmas davri, ikkita ovqatning o'rtasi. Unaqa katta dozada bizga insulin chiqish kerak emas. Bir me'yorda chiqib turish kerak bo'lgan insulin birdan katta dozada insulin chiqadi. O'zidan. Asab oqibatida. Asab oqibati va bu narsa doimiy ravishda surunkali bo'lsa, ya'ni stress surunkali narsa, hamma narsaga asabiylashaversa, yillar davomida bu narsa doimiy takrorlansa, har bitta organ ma'lum bir vaqtdan keyin charchaydi. Charchagandan keyin reaksiya bildirmaydi insulin. O'sha boshida ortiqcha bo'lgan insulin, ortiqcha chiqayotgan insulin endi kamayishni boshlaydi. O'sha reaksiya qilmaydi. Bu o'z navbatida ikkinchi mexanizm qandli diabetga yana bitta yo'l ochib beradi. Qonda o'sha qandli diabet tashxisi qo'yilgan insonlar ko'pi ruhiy tushkunlikka tushadi. Unaqa hayotdan voy diabet bo'lib qolgan deydi, ko'p bo'ladi. Mana shunaqa insonlarga, mana shunaqa patsientlarga nima tavsiya qilasiz? Aslida qandli diabetga uchragan bemorlar azaldan ruhiy qattiq qabul qilishligi bor bu narsa. Men sahar bo'lib qolman, endi nima bo'ladi? Farzandlarim, atrof nima deydi? Qo'shnim nima deydi? Qarindosh urug'im nima deydi? Endi men kim bilan quda bo'laman? Mana shunaqa gaplar bilan yig'lab kelishadi-da. Keyin men aytaman, to'xtang, bu sizni yashab turgan hayot tarzingizni sahal boshqa tomonga o'zgartirish. Ya'ni siz noto'g'ri hayot tarzida yashab keldingiz, ortiqcha tana vazniga ega bo'ldingiz, xohlasangiz xohlagan narsangizni yedingiz, ichdingiz, napitklar ichdingiz, shirinliklar, kechasi yarim kechasi ham turib yedingiz, nima qilsangiz qildingiz, kunduz kuni yurib kechasi yurib kunduz kuni uxladingiz. Hamma noto'g'ri ishlarni qilib endi qand kasali orttirganda endi tushkunlikka tushmaymiz. Endi faqat bayrog'ini ko'tarib to'g'ri ovqatlanishga o'tish kerak. To'g'ri ovqatlanishga o'tdik, ya'ni haligi o'zimizdan maxsus parhez stolimizga o'tirishimiz kerak, vazndan ortiqcha tana vaznidan xalos bo'lishimiz kerak, shifokorni vaqtida bergan nazarcheniyasini, tavsiyasini vaqtida amal qilib, rioya qilib olib borish kerak va aytganimdek, bu bemorlarcha qat'iy parhezga rioya qilsa, dorilarni o'z vaqtida qabul qilsa va undan tashqari atrofdagi har qanaqa stresslarga qattiq emotsiya bilan javob bermasa, hayot tarzini to'g'rilasa, sport bilan shug'ullansa, qandli diabet harakatchanlikdan qo'rqadi, ya'ni jismoniy harakatdan qo'rqadi, orqaga chekinadi. Shuning uchun ham men doim aytaman, dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi, borib ketmon ushlab chopgan odam qandini birpasda tushirib oladi. Men aytamanki, siz jismoniy mehnat bilan shug'ullanasizmi dori yozayotganda? Men yerim bor. Men dalaga chiqib dala chopaman. Zo'r deyman. Dorini men ularga kamroq yozaman. Chunki ular bitta harakat qilganda jismoniy mehnatda qandni me'yorga tushirib olishadi. Chunki jismoniy harakat bu insulin rezistentlikni ham kamaytiradi, qandni ham normaga tushiradi. Shuning uchun ham bu odam haligi chiroyli tomonga hayotini o'zgartirsa, to'g'ri turmush tarziga o'tsa, bo'ldi, shu bilan remissiyaga tushishimiz oson bo'ladi. Qandli diabetni yengishimiz oson bo'ladi. Shuning uchun ham aytamanki,
depressiyaga siz oldinroq tushishingiz kerak edi. Vahmani oldinroq qilish kerak edi. Endi vahmaga hojat yo'q. Shuning uchun men aytaman, yo'q, tushkunlikka tushmanglar. Buni remissiyaga tushirish mumkin. Bu xronitskiy surunkali kasallik bo'lgani bilan uni dorilarni o'z vaqtida ichib, me'yorda olib yurish mumkin. Me'yorda qandda olib yurdikmi, sizda asoratli yuzaga kelmadimi, siz uzoq muddat chiroyli turmush tarzini kechirishingiz kafolatlanadi. Shuning uchun ham men aytaman, xavotirlanmanglar, depressiyaga tushmanglar. Faqat olg'a deyman. Organizm terlash. Mana shu terlash qanchalik diabetga yordam beradi? Terlashni o'zi oddiy tilda, xalq tushunadigan tilda ikki xil turi bor desak, misol uchun bittasi vitamin D yetishmasligi hisobiga terlash. Aytganingizdek, konditsioner tagida o'tirsa ham bemor terlaveradi, hech qanaqa jismoniy mehnatda emas. Jismoniy mehnatda terlash bu aslida normal holat hisoblanadi. Jismoniy mehnat bilan terlaganda metabolizm kuchayadi, ya'ni hamma jarayon kuchayadi. Hazm jarayoni ham, qon tomirlarda qon aylanishi, nervlarda o'tkazuvchanlik, hamma organlar faoliyati aktivlashgani hisobiga ter bezlarining ham faoliyati aktivlashadi. Shuni hisobiga tashqariga ter ajralishi kuchayadi. Bu o'z navbatida ter bilan ajralib chiqadigan har xil zaharli moddalar bo'ladi, chunki har bitta ajratuvchi sistemamiz o'zi bilan zaharli moddalar olib chiqib ketadi. Siydik ham, axlat ham, ter ham. Shuning uchun ham bu ham o'z navbatida bizga kerak jarayon. Olib chiqib ketdimi, teri jismoniy harakatda bu ko'pligi bu normal holat hisoblanadi. Undan tashqari terlab mehnat qilganim, aytganimdek, sahri normaga tushadi. Terlashning mana yana bitta turi bor, sovuq ter chiqdi deyshadi. Hamma yog'imdan muzdek ter chiqib ketdi, yirik bo'lib, bu qanaqa holat deyshadi. Mana bu holat qandli diabeti bor odamda gipoholati belgisi. Jismoniy harakat oqibatida chiqqan ter bu sovuq ter emas, faqat harakat oqibatida terlash bo'ladi. Bu normal holat. Bu sovuq terga kirmaydi, bu xavf tug'dirmaydi. Aslida bizdan chiqadigan sovuq ter xavfli hisoblanadi. Keling, yana bir tavsiya qilib bering, mana shu diabeti bor insonlar yoki prediabetli insonlar uchun yoki diabetga uchrab qolmagan insonlar uchun sportni qaysi turlari yoki qanaqadir qaysi sport xatti-harakatlari, qaysi sport mashg'ulotlarini siz tavsiya qilasiz? Qandli diabet oldini olish maqsadida agar sport turini tanlaydigan bo'lsak, hamma turini qo'llash mumkin. Chunki o'ta chegaralash bo'lmaydi va bu o'z navbatida vaznni ushlab qolish yoki ozdirish uchun xizmat qiladi. Ham yoshlarimizga asosan taalluqli bo'lgani uchun bu yerda hech qanaqa chegaralovlar qo'yilmasligi mumkin. Faqatgina yondosh kasallikdan hisobga olib. Agar qandli diabeti yo'q, prediabet holatida faqat unda yurak kasalligi yoki bo'lmasa qanaqadir boshqa organlarda kasallik bo'lsa, ularni hisobga olgan holda chegaralov qo'yish mumkin. Endokrinologik tomonda hech qanday chegaralov qo'yilmaydi. Qandli diabet уже qo'yildi, tashxis qo'yildi. Bu bemorlarimiz uchun bo'lsa, o'z navbatida og'ir jismoniy mehnatni, ya'ni jismoniy mashg'ulotni tavsiya qilmaymiz. Bunaqa bemorlarimiz uchun aslida suzish juda ham zo'r, yaxshi ko'raman juda ham. Undan tashqari skandinavskiy ходьба deymiz. Bu tezroq qadam bilan yurish. Bu eng qon tomirlarini, nerv bilan o'tkazuvchanligini yaxshilab beradi va undan tashqari yengil atletika bilan shug'ullanishlari mumkin. Bu yengil kuchlar yetgancha yugurish va o'z navbatida qanaqadir atletik mashqlarni qilishlari mumkin. Juda bo'lmaganda, hozir mana bu aytganlarimni eshitib ba'zi bemorlar aytishi mumkin-da, qani sharoit, qani hozir bizga shunaqa narsalar yoki zalga borib biz shuni shug'ullanishga vaqtimiz bormi? Shuncha ishlasak, charchab kelsak, men aytaman, shunaqa holatlarda hech qanaqa imkoniyati bo'lmagan holatda ham imkoniyatdan chiqish iloji bor. Juda bo'lmasa, kechqurungi ovqatdan keyin ozgina piyoda yurishsin. Shuni o'zi ham katta rezultat beradi. Shuni o'zi ham qondagi qandni normaga tushirishga yordam beradi. Hattobi oddiy peshkom yurish. Mana eslasangiz, biz yoshligimizda hozir bormi yo'qmi bilmayman, bog'chada, maktablarda utrенний разминка degan narsa bo'lardi. Hamma borgan paytda razminka qildiradi. Oddiy qo'l tepaga, stolni, mana shunaqa narsalar belini aylantirib, menimcha mana shu oddiy fizkultura, o'sha tonggi fizkultura ham menimcha yetarli. Yetarli, juda ham zo'r. Chunki hatto shunaqa bemorlarimiz bor, yotoq rejimida, yotgan joylarda qilinadigan mashqlar bor. Shunaqa bemorlarimiz bor, o'tirishadi ular, yurisha olmaydi. Ularning o'zini mashqlari bor. Har bitta odam imkon topsa bo'ladi. Hozirgi kunda internet rivojlanib ketgan. Agar, misol uchun internetga yozishsa, "Meni holatim bunaqa holatda, menga qaysi mashqlar mumkin?" desa, shunda chiqarib beradi. Hatto ko'rsatib ham qo'yilgan o'ta video ko'rinishda. Shuning uchun qiyinchilik tug'dirmaydi, ulardan bemalol foydalanib qilishligi mumkin. Xohish bo'lsa bo'ldi. Uy sharoitida ham hamma ish qilsa bo'ladi deyman. U shart emas, u zalga borish, pul sarflash yoki vaqt sarflash shart emas. Uy sharoitida ham hammasini qilsa bo'ladi.
oyoqdagi achug'lar diabetga aloqasi bormi yo boshqa kasalmi? Bu-chi aslida qandli diabet oqibatida yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Bor. Chunki buyrak yetishmovchiligi yuzaga keladi qandli diabetda. Bu ham asoratning bitta turi. Buyrak yetishmovchiligi bu nima? Ya'ni filtratsiya jarayoni buzilishi. Har bitta buyraklarimiz, ikkita buyragimiz bo'lsa, o'z navbatida har kuni biz qabul qilayotgan suyuqligimizni razrabotka qilib, o'zida almashtirib, foydali narsalarni foydalikka, ziyonni ziyonga qilib, ortiqchasini CD orqali chiqarib boradi. Mana shu jarayonni buzilishi, ya'ni pasayib ketish, filtratsiya jarayoni buzilishi organizmda suyuqlikning ushalib qolishiga, ya'ni uni pastki qismlarda, beldan pastki qismda ko'proq ushlab qolishi, keyinchalik tepa qismlarga ham ta'sir qiladi, yuzaga keladi. Ya'ni boya yuqorida aytib o'tdi, periferiya chetki qismlarda ayniqsa to'planadi, ham bizda tikka holatda bo'lganimiz uchun hamma suyuqlik avtomatik pastga oqib tushadi va o'z navbatida oyoqlarga shish beradi. Bu shuni ko'rsatadiki, bu bemorda buyrak yetishmovchiligi qaysidir bosqichga ketyapti. Bu jiddiy ko'rikka va jiddiy muolajaga, lecheniyaga muhtoj. Bunaqa bemorlarda nagruzka qilib jismoniy mehnat hech qanday harakat qilinmaydi. Bunaqa bemorlar faqatgina nefrolog hamda endokrinolog nazoratida davolanadi. Yana bitta kommentariy sizga o'qib beraman. Terida sarg'ayish bor. Menda diabet kasalligi aniqlandi deyapti. Shu narsa qanchalik haqiqatga? Sariqlikni odatda asosan o't qopidagi dimlanishlar va o'tdagi toshlar va o't toshni yo'liga tiqilib qolishi yoki o'tni turib qolishiga olib kelsa, bu o'z navbatida qandli diabet bilan bog'liq tomoni to'g'ridan to'g'ri bo'lmasa ham, lekin jarayonga jigar qo'shilganligini bildiradi. Chunki ushbu yuqorida aytib o'tganimizdek qandli diabet bu sistemni har bitta organda kechadigan jarayon bo'lgani uchun bu jigarga ham o'zini ta'sirini ko'rsatgan va jigarda filtratsiya jarayoni, ya'ni tozalash mexanizmi buzilganligini belgisi. Ya'ni intoksikatsiya, zaharli moddalar jigardan qonga o'tib ketyapti degan. O'sha rangni o'zgarishiga olib keladi. Yana bitta kommentariy. Terimga yaralar toshib ketgan, mayda-mayda yaralar bor, kaftlar, terilarida qonimda diabet aniqlandi degan. Bunga aloqasi bormi? Bor. Odatda buni oddiy tilda, xalq tilida doim bemorlarga tushuntiraman. Qandli diabeti bor odamning qoni shirin hisoblanadi. Glyukoza ko'pmi, значит shirin. Shirin qonga har doim infeksiya kelib o'tirib oladi va uni o'z navbatida yaralar, har qanday chaqirib qo'yadi. Bemorlarimiz oddiy chivin chaqsa ham yoki o'tib-o'tga sal tilinib ketsa ham yoki bo'lmasam allergiyaga o'xshash toshni ham bitta qichib qo'yishsa, tamom, o'sha yara kattalashib ketadi. Undan tashqari, hatto unaqa holat bo'lmasa ham trofik yaralar ham chiqishi mumkin. Bu qon shirinligi hisobiga. Unda glyukoza ko'pligi hisobiga bakteriyalar va yarani keltirib chiqaruvchi infeksiyalar tezlik bilan, shiddat bilan ko'payyapti va o'z navbatida qatligadir yara beryapti. Uni bitmasligi yana o'z navbatida haligi joyda shirani ko'pligi va o'tga yana infeksiyaga o'tirib olishi, biz uni obработка qilganimiz bilan uni obработка kuchini yetmasligi, qand pasaytirmagunimizcha yara bitmasdan jarayon cho'zilaveradi. O'shaning uchun ham yaralar bu o'zi aslida qandli diabetning bitta belgisi hisoblanadi. Shuning uchun yara bor bemorda doim teri kasalliklar shifokorlar albatta qandni tekshirishadi. Bu to'g'ri. Siz tomosha qilib turgan insonlarga, diabetda tashxis qo'yilgan insonlarga vrach sifatida nimani tavsiya qilasiz? Qandli diabeti bor bemorlarga albatta o'z vaqtida nazoratda turishlari, o'z vaqtida endokrinolog shifokoriga murojaat qilishlari, qondagi qand miqdorini normada olib yurishlari, etilgan dori vositalarini o'z vaqtida qabul qilishlari va albatta parhezga rioya qilishlari, sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Qandli diabet birinchi tur bilan og'rigan bolalarimiz bo'lsa, bu bolalarimiz ma'lum bir vaqtdan keyin ularda asoratlar yuzaga kelishni boshlaydi va bu asoratlar keyinchalik ularda ko'z tomonidan, buyraklar tomonidan, ya'ni organlar tomonidan har xil asoratlarni keltirib chiqaradi. Bu kattalarga qaraganda yoshlarda kuchliroq namoyon bo'ladi. Hatto o'limga ham olib kelishi mumkin. Men nimaga shuni vaqtida to'xtata olmadim deb yana qaytib kelishadi. Endi kech deymiz.